Senlar odam bo'lmaysanlar. Sindoshlar hashar degan narsa bo'lardi. Sen kelasan, beling og'riydi deysan, sen girishaman desan, buni tutqanog'i bor. Buni telefondan bo'shamaydi. Ha, peki, yana nima hashar hammani jongur-jungur qilib. Sen umuman gapirma. Seni bo'lganing shu. Qo'ling cho'ntagingdan chiqarmaysan. Nima qilyapsan? Nima bu? Nima bo'lgani? Nima bu? Tom yopyapman. Buni zamonaviy современный narsalardan qilgin, jo'gar. Hozir buni qilib ovora qilish shart. Bas hammani, yurta men senga zo'rini ko'rsataman. Qani yurt. Jigar, mana u Lombozda ahvolni ko'r. Shu darvozaxonaning yonida ikkita uy bor edi. Darvozaxonaning uy sovuq bo'lganligi uchun jigarim mana kelib 5 sm, 7-10 sm qilib mana bunaqa peni shu yoqdan qilishyapti. Peni Lomboz xizmati kvadratda 35 mingdan 50 ming so'mgacha. O'zbekiston bo'yicha dastlabki ustanovkasi hamma yo'q. Obyektni berasan, joyni ko'rsasan, o'zlari kelib qilib berishadi. Mana bunaqa Lomboz ahvolni qara mana. Chiroylimi? Mana shu o'rtog'imiz hamchi issiqligini bilib turib, o'shuning uchun uyi Lomboz tepasidan peni shuvoq boryapti. Pastki nomerga aloqa chiqarasizlar, Oybek Qosimov degan bo'lsalaring, bonusi bor. Nomerni pastda hashtaglar bilan yozib qo'yganman. Navoda topolmayotgan bo'lsalaring, pastga bunday qarasalaring topasizlar. Sog' bo'linglar.